Assalomu alaykum azizlarim. Qadimgi vaqtlarda bir otaxon yashagan ekan. U 70 yillik yoshini nishonlash arafasida o'zi bosib o'tgan hayot bosqichlarini cho'tga solib hisoblasa, undan 30 yil uyquga, 20 yil yoshlik davriga, 10 yil hunarlarni o'zlashtirishga, 7 yil betoblik va xafagarchilik kunlariga sarflangan ekan. Jamlanganda bu raqamlar 67 yilda tashkil etibdi. 70 yilni qolgan 3 yil esa xursandchilik vaqtlarini qoplabdi. U ajablanib, qarang-a, debdi u do'stiga. Agar inson umri cho'tga solinsa, uning asosiy qismi chippakka chiqib ketar ekanda. 70 yil mobaynida qanchadan qancha mashaqqatli ishlarni qilib, tashvishlarni boshdan kechirib, atigi 3 yilgina rohat ko'ribman. Bu dengizdan olingan bir tomchi suv bilan barobardir. Shuning uchun ham otaxonga o'xshab afsuslanmaslik uchun biz har yili kursdoshlar bilan uchrashyapmiz. Inson hayoti uchun shirin so'z ruhiy, shirin ovqat moddiy ozuqadir. Ikkalasi bir-birini to'ldirib, salomatlikni asosiy tashkil etadi. Ularning biri bo'lib, ikkinchisi bo'lmasa foydasi bo'lmaydi. Insonning hayotda mehmondorchilikni tutgan o'rni kattadir. U kishini bag'rikenglikka, saxiylikka va xushchaqchaqlikka chorlaydi. Quvvatiga quvvat qo'shilib, dil yayratadi. Do'stlar diydori va dasturxondagi noz-ne'matlar ko'zlarni quvontiradi. Mehmondo'st odamlarda kasallik kam uchraydi. Ularni davolash oson kechadi. Tinchlik va xillik esa salomatlik va uzoq umr ko'rishlikning asoslaridan biridir. Shuning uchun ham azizlarim, hayotingiz shirin so'z, shirin ovqat, tinchlik, ozodalik va mehmondo'stlik bilan o'tishini tilab qolaman. Uzilmasa dunyoda oqibatni rishtasi, sadoqatli do'st go'yo ko'ngilning farishtasi. Azizlarim, uchrashuvlarimizni davomini kuzatib boring. Bakın komple. Bakın. Ağzını yukarı. Bunlar tam kastalar. O kötü o denizde gelmiyor. Var mı? Evet, Şevkat. Sen bana verin de. Var mı? Hoş geldiniz. Sağ salamat buyuruyla. Yana görüş nasip gelecekler. Tamam. Kalan bir kötü. Sağ olun.
Shuning uchun ham bu uchrashuvlarimiz inson hayoti uchun shirin so'z ruhiy, shirin ovqat moddiy ozuqadir. Ikkalasi bir-birini to'ldirib, salomatlikni asosini tashkil etadi. Ularning biri bo'lib, ikkinchisi bo'lmasa, foydasi bo'lmaydi.